Sizlarni ham Equinox avtomobilinglar xuddi shuna holatga kelishini xohlasanglar, bizga Max Tuningga murojaat qilaverasizlar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Endi bu avtomobilda qilingan ishlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda bu Equinox avtomobilimizda to'liq 3 bosqichli polirovka hamda keramika qilindi. Keramika uchun Keramik Pro mahsulotlaridan foydalanganmiz. Eng zo'ri desak ham bo'ladi. Effektini ko'ryapsizlarmi? Idealniy chiqdi. Xo'p, avtomobil tukrugovi ham ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari qilingan ishlari, oldin mordasi, oyna cheti nikkellari, orqa yubkasi hamma joyi black piano qilindi. O'zida temniy nikkel chiqqan bo'ladi. U bunaqa effekt bera olmaydi. U detallar hammasini black piano qilib berdi. Qaranglar, keramika bilan qanaqa chiroyli chiqdi. Xo'p, ayniqsa mashina qora bo'lsa. Bundan keyin tumankalarni yangicha dizayn o'rnatib berganmiz. Bu ikkita emas, 3 ta rejimda ishlaydi. DHOda, Blижнийda и Поворотникda ham yuguradigan variant. Paroklarini ham boshqatdan bo'yab berganmiz. Bu avtomobilimizning programmali ishlari ham, xizmatlari ham bo'ldi. O'zini shtatniy pultiga avtozapusk yoqildi. Hamda rusifikatsiya qilindi. Rus tilida bo'lmaydi Equinoxda, bilasizlar. Xo'p, rusifikatsiyaga o'tkazib berganmiz. Mana tablosi. Hamda performance funksiyalari yoqilgan, ko'rasizlar. Bir qancha funksiyalar yoqilgan, ularni ham haddini obzor qilib olamiz keyin. Krugovoy tonirovka qilib berganmiz. Chetni nikkellari, detallari hammasi black piano qilingan holatda turibdi. Paroklar ham daji boshqatdan bo'yaldi. Idealniy chiqdi. Hokamlar endi xudo xolisa maza haydinglar. Equinox Malibudan to'g'ri keldi desak ham bo'ladi. Ayniqsa mana shunaqa qorasidan bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yaverasizlar. Xo'p, orqasiga garnidorlar o'rnatildi. RSP ham. Bu ham 3 ta rejimda ishlaydi. Avtomobil zamoni orqa qismi. Xudo xolisa Equinoximiz tayyor. Xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga Max Tuningga murojaat qilaverasizlar.